Oshna tinchlikmi? Nimaga srochna pul kerak bo'lib qoldi? Tinchlik bo'lsa shu yerda turadimi shu ahvolda? O'rtoq, onam televizorda Toshkentning zo'r joylarini ko'rib o'tirgan ekanda. Onam bechora, o'g'lim, bu qaysi davlat deb mendan so'rayaptilar. Onam o'zimizni Toshkentni chet el deb o'ylayaptilar, o'rtoq. Onam meni dunyoga keltirdi. Dunyo ko'rdim. Meni dunyoga keltirib, onam nima ko'rdi? Onam meni go'dakligimda nima xohlayotganimni til zabonsiz tushunardi. Mana endi aqlimni tanib, voyaga yetib, onamni nima istayotganlarini tushunmayapman. Ey oshna, seni ko'zing hali ham bo'lsa yerda ochilibdi. Onangni xush-quvvati bor. Meni onam esa ancha qarib qoldilar. Biror joyga aylantirgan olib boray desam, endi yo'lga yaramaydilar. Ey oshnalar, oralaringda eng baxtlisi men ekanman-da. Onamni O'zbekistonning 12 ta viloyatiga borib aylantirganman. Shuning uchun omadim kelib ishim yurishaverar ekanda.